Bugun global iqtisodiyotda halollik, shaffoflik va xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimi har qanday yirik kompaniya faoliyatining muhim mezoniga aylanmoqda. O'zbekiston texnologik metallar kombinati aynan shu yo'nalishda korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi bo'yicha nufuzli xalqaro sertifikatga ega bo'ldi. Bugungi kunda kritik metallar dunyo iqtisodiyotida tobora muhim strategik resursga aylanib bormoqda. Elektr transporti, qayta tiklanuvchi energetika, elektronika va yuqori texnologiyalar rivoji aynan shu resurslarga tayanadi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati ushbu yo'nalishda izchil faoliyat yuritib, mamlakatimizning boy mineral xomashyo salohiyatiga tayangan holda kritik metallarni qazib olish, qayta ishlash hamda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni amalga oshirmoqda. TMK o'z faoliyatida zamonaviy korporativ boshqaruv, shaffoflik va xalqaro standartlarga mos ishlash tamoyillariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Shu sa'y-harakatlar natijasida kompaniya korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi bo'yicha O'zbekistonda tog'-kon va geologiya sohasida ilk bor nufuzli BSI ISO 37001 xalqaro sertifikatiga ega bo'ldi. Sertifikatlash jarayoni dunyoning nufuzli tashkilotlaridan biri Britaniya standartlar instituti tomonidan amalga oshirildi. Aytishim joizki, ISO 37001 nafaqat ichki tartib intizomni mustahkamlaydi, balki kompaniyaning o'z faoliyatini shaffof va halol olib borayotganini ochiq namoyon etishga xizmat qiladi. TMK tomonidan ushbu xalqaro standart asosida boshqaruv tizimini joriy etish haqiqatan ham to'g'ri tashabbus bo'ldi. Bu orqali TMK korrupsiyaga qarshi faoliyatini xalqaro darajada namoyish etish imkoniga ega bo'ladi. Albatta, bu hali boshlanishi. Kelgusida uning afzalliklari nafaqat O'zbekiston kabi ajoyib mamlakat ishida, balki xalqaro maydonda ham yaqqol namoyon bo'ladi. Mazkur sertifikat TMKda korrupsiyaga qarshi samarali tizim joriy etilganligini hamda kompaniya faoliyati xalqaro compliance talablari asosida yo'lga qo'yilganini tasdiqlaydi. Kombinatning xalqaro maydondagi obro'si va ishonchliligini mustahkamlab, investorlar va global hamkorlar bilan ishlashda muhim ustunlik yaratadi. Britaniya standarti bo'yicha ISO 37001 sertifikatini olish uz TMK uchun muhim va strategik qadam bo'ldi. Bu kompaniyamizda shaffoflik, halollik va mas'uliyatli boshqaruv tamoyillari amalda ishlayotganini ko'rsatdi. Investorlar uchun bu yuqori darajada ishonch, xavflarning kamayishi va barqaror hamda investitsiya muhitini bildiradi. Mijozlar va hamkorlar uchun esa ochiqlik, adolatli va ishonchli hamkorlik kafolati degani. Umuman olganda, ushbu BSI sertifikatini kompaniyamiz nufuzini yanada oshirib, uni xalqaro maydonda ishonchli va zamonaviy boshqaruv tizimiga ega tashkilot sifatida namoyon etadi. Bu biz uchun yakuniy natija emas. Biz TMKda compliance va korporativ boshqaruvni izchil davom etamiz. TMK avvalroq Cert International xalqaro sertifikatlash tashkiloti tomonidan korrupsiyaga qarshi boshqaruv bo'yicha ISO 37001 hamda compliance boshqaruvi bo'yicha ISO 37301 xalqaro standartlariga muvofiqlik sertifikatlarini ham qo'lga kiritgan edi. Bu TMKda halollik, compliance va mas'uliyatli boshqaruv tamoyillari izchil joriy etilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, kompaniyaning korporativ boshqaruv sifatini oshirib, O'zbekistonda zamonaviy va raqobatbardosh tog'-kon sanoatini rivojlantirishga xizmat qiladi.